Assalomu alaykum azizlarim. Hamma sog' salomatmi? Uylarda xonadonda tinch. Charchamayapsizlarmi? Hayot tashvishlari bilan. O'zimiz hayot tashvishlari deymiz. Hayotda tashvish yo'q, o'zga tashvish yo'q. Chiqib agar xohlasanglar tashvishsiz yashashni. Qanaqasiga menga o'xshab energetik hayotdan kulib zavqlanib yashashni o'rgataman. Mana oxirida kuzatib qolsa ham, menga o'xshab tashvishsiz, stresslarsiz, vaqtli, shodon kayfiyatda yashaysizlar. Men ko'rishda davom eting. Xo'p, men nima haqida gapirmoqchiman bugun? Bugun ishga chiqib chiqyapman. Xo'p, oxirgi payt ishlamay qo'ydim taksida. Taksi nima yaxshi ko'raman, mashinam. Как раз kecha mashinamni nima qildim men? Men shu paytgacha mashina mingan bo'lsam, yangi mashina minmaganman-da, Allohdan so'raganman. Ey Xudoyim, menga bir yangi mashina bersang, menga bir odam ishlatsang o'sha mashinani olib beradigan yoki nimadir sabab qo'ysang-da, mashinani yangi mashina bo'lsa-manda deb 5 yil 10 yildan beri orzu qilaman. 5 yildan beri, kamida 5 yildan beri orzu qilaman. Haydadim mashina, hammasi eski mashinani haydadim. Faqat buzilardi. Mashinaga qaramasdim, texnik ko'rikdan o'tmasdim vaqtida. Buzilardi. Ya'ni men olib yurardim mashinadan. Mashina bo'lmaydi, yomon mashina olibman, bo'lmagan mashina olibman, jalga ketgan pulimga achlanaman deb shunaqa yurardim-da. Hozir mashina yangi oldim. Xudoga shukr, mashinam yaxshi. 1 yil bo'lyapti mashinani haydalganiga. 90 o'ta ko'p probek. Lekin yaxshi yuribdi, yaxshi. Nima demoqchiman? Men постоянно mashinani remont qilishga, massasini almashtirishga, filtrlarini almashtirishga pul ayardim. Jalga edi menga. Qanaqadir pul berib, mashinani to'g'rilab, maslaga ko'proq pul berish, filtrni sal yaxshiroqdan olishdan, kачествоsi yaxshiroqdan, masalan kачествоsi yaxshiroqdan olish men uchun jalga edi. Jaba dush etdi bizlarda. Meni ko'tim kuyardi ko'proq pul bersam agar. Shuning uchun eng arzon narsalar, eng oddiy filtrlarni, eng oddiy bo'lmagan arzon tormozdan kolodkalarni nimaiki arzon bo'lsa, o'shani mashinamga qo'yardim-da, keyin mashinadan men talab qilardim. Ko'p narsani, katta narsani, ko'proq yursin, sinmasin, buzilmasin deb mashinadan talab qilardim. Ahmoq bo'lgan ekanman-da. Ahmoq bo'lgan ekanman. Hozir endi mana shuni kecha anglab yetdim. Kecha birov menga boshimga urgandan keyin, birov menga gapirgandan keyin shuni anglab yetdim. Mastet mashinamdan olib qoldim, mastet anglab qoldim. Xo'p.